Hammasi 2015-yildan keyin boshlandi. Bu bir do'stimizning hikoyasi. Albatta oxirigacha ko'ring va o'z xulosalaringizni kommentariyada qoldiringlar. 2015-yilda o'zimga bo'lgan ishonchim va yaqinlarimni menga bo'lgan ishonchi, halovatim va sog'ligim, hamma narsam joyida edi. Hatto pulim bo'lmasa ham shu darajada o'zimni yolg'iz his qilmas edim. Hammasi bukmerskiy kontora, ya'ni adin ekspert va boshqa narsalarga bog'lanib qolgandan keyin boshlandi. Topgan pulimni shu narsaga tikib yo'qotib yuborardim. Do'stlarimdan qarz olar edim, yaqinlarimni aldab qarz olar edim. Hozir 3 million kreditim bor. Adin ekspertlar asosida. Men sizlarga shuni tavsiya qilamanki, bu narsadan qaytinglar. Bu narsaga bog'lanib qolsalaring, halovatlaringni, o'zlaringga bo'lgan ishonchni, agar oilali bo'lsalaring, oila a'zolaringni, ota-onalaringni salomatligini, yaqinlaringni senga bo'lgan ishonchini yo'qotasan. Shuning uchun adin ekspert va boshqa turli bukmerskiy kontorani orqasidan kurashishimiz kerak. Bu qimor yutqazish uchun qurilgan narsa. Halol ishlab topganga nima yetsin? Hozirgi aytib berayotgan hikoyamizni qahramoniga o'xshagan odamlar qanchadan qancha va bundan battar ahvolga tushgan insonlar qanchadan qancha. Iltimos, men bilan birgalikda shunga qarshi kurashaylik. Maksimal darajada like va podpishkalaringni ayamaysizlar degan umiddaman do'stlar.